Trassa 24 yana siz bilan. Keyingi savolimiz haydovchilarni qanday qilib ro'yxatdan o'tkazamiz? Ko'rib chiqamiz. Yana saytimizda biz endi haydovchi bo'lishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tish. Tak, profilga kiramiz. Bu yerda boshida avatarimizni joylashtiramiz. Aytaylik, mana shu avatar bo'lsin. Birdaniga rasm bu yerda ko'rinadi. Haydovchilik guvohnomasini rasmi kerak bo'ladi bizga. Haydovchilik guvohnomasi. Bitta bosdik. Mana shu yerda rasm paydo bo'ladi. Izoh kerak bo'lsa yozasizlar, bo'lmasam saqlash tugmachasini bosasizlar. Internet salgina asta ishlasa, kutishga to'g'ri kelib qoladi. O'shani ham inobatga olinglar. Avtomobil qo'yishni bosamiz. Endi asosiy foto bu avtomobillaringizni rasmi kerak bo'ladi. Bu odamlar shu rasmlaringizni ko'radi. Avto ma'lumotlari, brend ko'rsatasiz. BYDmi, Chevroletmi, Chery'mi, qaysi bo'layotgan bo'lsa, aytaylik, mana Chevrolet ko'rsatdik. Cobaltmi, Lacetti, Spark qaysi kerak bo'layotgan bo'lsa, masalan, mana Lacetti ko'rsatdik. Kuzov sedan. Yuk mashin bo'layotgan bo'lsa, o'lchamlarni ko'rsatasizlar. Texpasport oldi taraf kerak bo'ladi. Texpasport oldi taraf tanladik. Texpasport rasmga olasizlar. Orqa tarafini joylashtirasizlar. Avtomobillaringiz birovning nomida bo'lsa, aytaylik, sotib olgansiz, ishonchnoma bo'yicha yurgan bo'lsangiz, ishonchnomani ham rasmga olib taqdim etasizlar. Bo'lmasam, bu ishonchnoma joyi ochiq qoladi va kerak emas bo'lib qoladi. Boshqa hujjatlar ixtiyoriy, xohlasangiz tashlaysizlar. Qo'shimcha ma'lumot, masalan, avtomobillaringiz, aytaylik, otangizni yoki onangizni yoki turmush o'rtog'ingizni nomida bo'layotgan bo'lsa, yerga yozib qo'yasizlar. Saqlash knopkasini bosasizlar. Avtomobil qo'yishda ozgina vaqt oladi. Shuning uchun shoshmaymiz. Internetga bog'liq bo'ladi. Mana shu tepadagi chiziqchamizni ko'rib turibmiz, tuyulib oxirigacha borsa, saqlash knopkasini bossak ham o'sha joyda qoladi. Shuning uchun mana endi avtomobil qo'shildi va moderatsiyaga yuborildi. Moderatsiyaga yuborilgandan keyin biza panelimizga kirsak, haydovchi paneli paydo bo'ladi, lekin balansimiz 0, obunamiz yo'q. Moderatsiyadan o'tganligimizni qayerdan bilsak bo'ladi? Odamchaning belgisini bosamiz. E'tibor bergan bo'lsangizlar, balansimizda 150 ming pulimiz paydo bo'ldi. Obunani bosamiz. Tarifni tanlaymiz. Bugungi kunlarda saytimiz ochilgani munosabati bilan biz hammaga 150 mingdan tashlab beryapmiz. Bu 6 oy cheksiz e'lon joylashtirish uchun tarifi uchun berilgan summa. Obuna muvaffaqiyatli rasmiylashtirildi. Bundan buyog'iga endi bemalol mana obunalaringiz faol. Endi e'lon bersangizlar bo'ladi. Trassada ko'rishguncha